ERP o'zi nima? Bu biznesga nima uchun kerak? Bugun deyarli har bitta korxona ERP so'zini eshitgan yoki kimdir внедрение joriy qilgan yoki joriy qilmoqchi. Lekin so'rasangiz, bu o'zi nima? ERP nima deb so'rasangiz, bunga javob bera olmaydi. Kimdir bu tizimni hisob-kitob uchun deb o'ylasa, kimdir buxgalteriya hisobini kengaytirilgan tizimi deb o'ylaydi. Aslida esa ERP tizim bu korxonaning yuragi. Bugun sizlarga oddiy so'zlar bilan ERP nimaligini tushuntirib beraman. Men Shuhrat Seyitov, Biznes avtomatsiyasi korxonasining rahbari va asoschisi bo'laman. Biznesga ERP tizimlar joriy qilish bo'yicha 20 yillik tajribaga ega ekspertman. ERP bu korxonaning resurslarini boshqarish tizimi. ERP abreviaturasi inglizchada Enterprise Resource Planning deb yoyiladi. Bu degani korxonaning resurslarini planlashtirish va boshqarish, ya'ni planlashtirish orqali boshqarish. ERP tizimda hamma narsa plandan boshlanishi kerak. ERP tizimi korxonangizning hamma bo'limlarini o'zida birlashtiradi. Sotuv, sklad, xarid, moliya, buxgalteriya va boshqa xodimlar hammasini bitta tizimga yig'adi. Hammasi yagona organizm bo'lib ishlashi kerak. ERP tizimisiz har bitta bo'lim o'zicha yashaydi. Buxgalteriya bitta tizimda, sotuvlar Excel fayllarda, hisobotlar yana bitta tizimda, ishlab chiqarish qog'ozda, sklad yana bitta boshqa tizimda. Natijada ma'lumotlarning xatoligidan yoki ularning nomunosibligidan yoki bir ishni qayta qilishdan qarorlarni qabul qilishning kechikishiga olib keladi. ERP tizimi bu muammolarni hal qiladi, hammasini bitta tizimda birlashtiradi va qaror qabul qilish uchun yagona instrument vazifasini bajaradi. ERP tizimi qanday ishlaydi? Sotuv menejeri ombordagi tovarni real vaqt ichida ko'radi va zakaz qabul qiladi. Bu zakazga to'langan to'lovlarni buxgalteriya tomonidan o'tkazilganini onlayn rejimda ko'rib o'tiradi va zakazni skladga yig'ishga jo'natadi. Sklad uni onlayn rejimda yig'ishga kelganini ko'radi va sklad o'zi yig'ishni boshlaydi. Sklad yig'ib u tovarlarni jo'natishga, klientga jo'natishga tayyorlaydi va buxgalteriya onlayn rejimda elektron fakturalarni jo'natadi. Ekspeditor esa bu buyurtmalarni, zakazlarni mijozga yetkazib berish bilan shug'ullanadi va tizim orqali buni ham отметка belgilab qo'yadi. Bu haqida informatsiyani rahbar onlayn rejimda ko'rib o'tiradi. Bugungi kunda qancha viruchka, qancha daromad, qancha foyda, hammasi onlayn holatda ko'rinadi. Bunaqa tizim faqatgina hisob-kitob uchun emas, shaffoflik va nazorat uchun ishlatiladi. Korxonadagi har bitta mutaxassis ERP da o'zining bajarish kerak bo'lgan vazifani bajaradi. Eng muhimi bu biznes rahbari uchun yagona qurol biznesni to'liqligicha ko'rish imkoniyatini beradi. Qarorlarni hissiyotga, intuitsiyaga asoslanib emas, raqamlarga va jarayonlarga asoslanib qabul qiladi. Ko'pchilikning fikricha ERP bu IT dastur, uni sotib olsa yetarli, biznesida hammasi zo'r, yaxshi ishlaydi. Bu eng katta xato. ERP bu faqatgina soft emas, bu boshqaruv falsafasi. ERP joriy qilish uchun birinchi biznesingizda jarayonlarni to'g'irlashingiz kerak. ERP joriy qilish bu IT proyekt emas. Bu korxonangiz uchun global transformatsiya. Agar siz ERP ga IT dastur sifatida qarab, bu produktani внедрениясini joriy qilishni IT mutaxassislariga topshirsangiz, bu siz uchun qimmat o'yinchoqqa aylanishi mumkin. Yoki siz uchun faqatgina kengaytirilgan buxgalteriya sifatida xizmat qiladi. Biznesingizning o'sishini ta'minlamaydi. Har bitta IT yechim biznesingizning o'sishi uchun 20% gina xizmat qiladi. Qolgan 80% biznesingizni to'g'ri transformatsiya qilish. Shu yerda sizlar bilan bitta keysni bo'lashmoqchiman. Katta ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan bitta korxona bizga ERP внедрение qilish, joriy qilish bo'yicha murojaat qildi. Bu korxona bizgacha yana ikkita IT korxona bilan ERP joriy qilish ustida ishlagan va bu loyiha 2 marta omadsiz yakunlangan. Korxonada 300 dan ortiq xodimlar ishlaydi. 2-3 yildan beri korxonada ERP joriy qilishga urinib ko'rishgan. Asosiy sabab korxonadagi proseslar, jarayonlar o'rganilmasdan
texnik shartlar yozilgan va bizdan ham shu texnik shartlar bo'yicha ERP внедрение qilishni talab qildi. Korxonadagi asosiy mutaxassislar bu jarayonlarni, yangi modelini taklif qilganimizda yana отказ qildi. Yana buni qabul qilmadi. Korxona yana eski holicha o'zining bilganicha ishlashda davom etdi va bu ERP tizim ishga tushmadi. ERP tizim muvaffaqiyatli joriy qilinishi uchun asosiy mutaxassislar bu loyihaga IT produkt emas, korxonaning strategik yechimi yoki transformatsiya deb qarash kerak. Boshqa bitta keysda IT integratorni aybi bilan bir necha marta oxirigacha внедрение qilinmagan proyektni, loyihani biz borib birgalikda shu korxonaning asosiy mutaxassislari bilan yaxshi o'rganib va korxonaning hozir ishlab turgan jarayonlarini qaytadan modellashtirib, yangi уровеньga olib chiqdik va uni внедрение qildik, joriy qildik, oxirigacha joriy qildik. Va bu tizim korxonada buyurtmalarni yetkazib berish обработкасini 40% ga tezlashtirdi, hisobotlardagi xatolarni 5 martaga kamaytirdi, ombordagi tovarlarning aniqligini 99% gacha ko'tardi. Yer yuzida ERP tizimlarining turlari juda ham ko'p. Bular SAP, 1S ERP, Odoo, Microsoft Dynamics, NetSuite, Oracle va boshqa har xil ERP tizimlar. ERP tizimlarining nomi yoki uning qimmatligi hech nimani hal qilmaydi. Asosiysi bu tizimni to'g'ri joriy qilishda. Pareto prinsipini har doim esdan chiqarmasligimiz kerak. 20% IT tizim, 80% bu o'zimizda korxonadagi o'zgarishlar, transformatsiya. Asosiysi ERP tizim sizning biznesingizning hamma bo'limlarini qamrab olishi kerak va biznes egasi yoki rahbarlar qaror qabul qilishi uchun yagona ma'lumot manbai, yagona instrument rolini bajarish kerak. ERP tizimini qachon joriy qilish kerak? ERP joriy qilish hammaga kerak emas. ERP tizimi joriy qilish kerak bo'lgan 4 ta triggerni aytaman. Agar sizning korxonangizda quyidagilar bo'lsa, albatta ERP tizim joriy qilish kerak. Birinchi, qarorlaringiz intuitsiya, hissiyotlar bilan qabul qilinayotgan bo'lsa. Ikkinchi, hisobotlarni, raqamlarni haftalab yig'adigan bo'lsangiz. Uchinchi, xodimlaringiz o'nlab har xil tizimlarda ishlaydi va ularning o'rtasida bog'lanish yo'q. Ma'lumotlar bir-biriga munosib emas. To'rtinchi holat, pullaringiz qayerda bog'lanib yotibdi? Kassadami, tovardami yoki ishlab chiqarishdami? Buni bilmasangiz, albatta shu 4 ta holatda ERP joriy qilishingiz kerak. Eng muhimi dastur tanlashda emas, biznesingizni to'g'ri transformatsiya qilishda, uning jarayonlarini to'g'ri o'rganishda va to'g'ri yo'lga qo'yishda, jarayonlaringizni qanday ishlayotganini tushunishingizda, qayerda to'xtovlar bori, qayerda xatoliklar borini bilishingizda va bularning hammasini o'rganib, to'g'ri qadam qo'yib, biznesingizni tizimlashtirishda. Faqatgina shundagina sizga ERP tizimi yordam beradi. Xaosni avtomatlashtirish, xaos ustiga ERP tizim qurish bu biznesingizni tartibga solmaydi, tizimlashtirmaydi. Avtomatlashtirilgan xaos paydo bo'ladi. Agar biznesingizni to'g'ri tahlil qilish, jarayonlar to'g'ri ishlayapti, ishlamayotganini bilishingiz uchun sizga yordam kerak bo'lsa, bizning korxonada 20 yillik tajribaga ega ekspertlar sizga yordamga tayyor. Yanada ko'proq ma'lumotlar olish uchun kanalimizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying.